Homiladorlikning 23-haftalarida homila vazni 450 grammni, bo'yi esa 20 santimetrni tashkil qiladi. Bu haftada homilaning qimirlashi ba'zida shunchalik kuchayishi mumkinki, ular hatto bo'lg'usi ona uchun ayrim noqulayliklar keltirib chiqaradi. Homilaning rivojlanishi bu davrda bir maromda davom etadi. Bolakay o'sadi, uning og'irligi oshadi, his etish organlari rivojlanadi. Tashqi ko'rinishi jihatidan ham kichkintoy o'sgan, uning harakatlari yanada tiniqlashgan. U kindikni tortqilaydi, o'zini paypaslab ko'radi. Bolakay hozircha juda ozg'in, terisi burishgan qariyani eslatadi. Ko'zlarini ochishi, yorug'lik, qorong'ulikni ajrata olishi mumkin. Kichkintoy keskin tovushlardan, shovqin-surondan cho'chiydi. Unga sizning yoqimli ovozingiz va allalaringiz yoqadi. O'pka tashqaridagi hayotga tayyorlanish uchun rivojlanmoqda.